Assalomu alaykum biznes obzor kuzatuvchilari. Bugungi mavzumiz sizlar uchun ataga 350 ming so'mdan hamma ketgan mahsulotni o'zlarining hisobidan birgina telefon orqali buyurtma qilishgan ekan, ertasi kuni olib kelib qo'yib berishibdi. Ya'ni shifridan tortib hamma yo'q o'zlaridan ekan. To'liqroq ma'lumotni usta akamizdan bilib ola olamiz. Assalomu alaykum. Aka, Yaxshimisiz? rahmat. Qo'llaring dard ko'rmasin. Juda ham zo'r imoratlarni bitirib beribsizlar. Ya'ni do'konni oldiga zo'r bo'pti aka, qarang. Shunday do'konni oldida mana issiqni ham, sovuqni ham suymaydigan mana bunaqangi plastmassa materiallaridan falon pulga olgan narsalari chirib, sasib deydi, pachag'i chiqib ketayotgan joyga oson yechim topib beribsizlar. Aka, narx-navosini necha puldan qilib berdingiz endi buni? Xudo xudo xolasa 350 mingdan bo'ldi. Yana bir o'zgarishi mumkin. Materiallarida har xil nimalari bo'ladi. Hozir shu holat 350 mingdan bo'ldi. Qanday materiallardan ishlatdingiz bu joyga? Bekka to'rlik profmastel bo'ldi. 4 ga 4 profil bo'ldi, 1,5 stenkali. Lazerlar listlari 1.8 lik listlar bo'ldi. Ya'ni qalinidan. Qalinligi stoykalari 8 ga 8 bo'ldi. Aka, faqatgina shunaqa ishlarmi yoki uzumtoklar yo boshqacha variantlari ham bormi? Misol Lexanli variantda deganlar. Lexanlar variantlari ham bo'lsa berilaveradi, uzumtoklarni ham. Xizmatlar qayerdan qayergacha? Xizmatlar shu vodiy bo'ylab nima qilamiz? Voha taraflarga yo'l kuralarini o'zlarida bo'ladi. Ozgina o'ynab plus minus bo'ladi. Ya'ni hozirda vodiy bo'ylab arzonlardan o'zimman deyapsiz. Bu mahsulotni aka nima deydi haligi? Sizni ishingiz yo'qligi uchun reklama qilmayapmiz. Ya'ni bizni ko'rib turgan kuzatuvchilarimiz ham falon pulga allanib qolmasdan 350 ming so'mlik narsani 550 ming so'mdan qilgizdirib olmasliklari uchun chiqaryapmiz. Albatta. Xudo xolasa aka, kelishib olsa Farg'ona, Andijon, Namangan hamda bu yog'i Toshkent, Samarqandgacha dedingiz, ob'yomi katta bo'lsa, vohalarga ham kelishaveraman dedingiz. Albatta. Ozgina albatta plus minusi bo'ladi. Hech vaqti buni Samarqandlik akalarimiz ko'rib 350 ming so'mdan deyapsan. 350 ming so'mdan o'zing kelib shetda qilib berasan deydigan vaziyatda nima deysiz? Yo'q, hamma yo'q o'zimiz tayyorlab boramiz. Olib borib o'rnatib beramiz. 1-2 kunlik vaqtini olamiz uydagilarni. Qolgan hamma yo'q o'zimiz tayyorlab olib boriladi. Baqa ham shu narsa ketaveradimi 350 ming? Yo'q, vohalarga chinday qo'shiladi. O'shani aytyapman-da, misol Samarqandlarga ham. Samarqandlarga ham dastavkasiga qo'shiladi. Endi ota bobosiniki qo'shilib ketmasa, yo'q. Xudo xolasa. Aka, mana bu joylarga chiroyli ishlabsiz. Listlari baquvvatidan yana 1-2 yildan keyin misol ko'chib, netibni qayersa sinib ketmaydigan material a? Ha, bemalol keyinchalik bir boshqa bo'lsa olsa bo'laveradigan. Kraskalarini qanday sortlardan foydalangansiz? Endi arzon qilib beryapman deb juda Yo'q, kraskalar Turkiya kraska. Ya'ni o'chmasligi, garantiyalari bor aka. Ajoyib. Aka, qarang, sizni qilib yurgan ishlaringiz telefoningizda bor, videolari. Ya'ni sizga telefon qilgan odam Telegramdan tashlab beringchi, aka bir kataloglarni, viberlarni ko'raychi desa, tashlab beraverasiz. Albatta Telegram kanallarimiz bor. Albatta haligi klient bilan bir hamnafaslikda yo masalan hamkorlikda bir kelishilgan holatda yasab beraverasiz. Biz faqat klient taraf bo'lamiz hamisha. Gap so'z yo'q. Aka, buni oq nima edi bu? Bunisi faner. Uni o'rtasida nimasi bor? Unisi o'rtasida falga bor, keyin bormasdi. Ya'ni 3 qavat. 3 qavatli. Shumkali yo'q. Navesimiz. Ya'ni falgani mahsuloti tepadan tushgan issiqlikni obratni orqaga qaytarib berishi hamda taraq turuqlarni ham oldini olishi. Yaxshi. Bo'lmasa aka qisqa va lo'ndaqa mana yoritib berdik videolarimizni. Akalarimiz ekranda pastdagi raqamlarga aloqa chiqasizlar. Mana ko'rishinglar mumkin, tashqari tomondan ham bir jozibali, chiroyli bo'lib turibdi akalar. Telefon qilib savdosini qilaverasizlar. Biznes obzor kanalidan ko'rdim deyish esdan chiqmasin.